Onajonim, jannatim. Nima ayb pishib qo'yding? Shunimi? Nima ishingiz bor onajonim? Buyuring, qilaman. To'g'risini ayt, nima palakatni boshlading? O'rtalaring yebsaningda sumalak qilsa bo'ladi. Bekorlarni 5 tasini yebsan, boringlar boshqa joyda qilinglar. Bizani uyda sumalak bo'lmaydi. Zebo, lekin bu qozoninglar kichkina. Ana, endi sumalakni boshqa joyda qilasizlar. Qo'shninikini olib chiqasiz, kattasi bor. Mana o'chog'i bilan. Davay olib chiq unda. To'xta. Xush kelibsizlar. Zebo biza kiyim bo'ldik. Stilada kiyimlar, oyimi kiyimlariga o'xshar ekan. O'zi meniki Zebo. Mani kiyim lo'lilarnikiga o'xshar ekan. Mayli kiyurdim. To'yga deb olganman, hali bir marta ham o'zim ham kiymadim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim, ko'ksimda yondim. Qozon o'choq tayyor. Sirdosh topdim, mo'jizali mo'jiz tosh yo'llarimda bo'lur tosh, bir umr mushtoq bo'ldim, tugadi tobek bardosh. Mana o'tib olib kelamiz. Yigitlar bu o'tininglar kam. Yana olib kelamiz-da. Zebo, ading ko'rinmayaptilarmi? Rostdan ham. Bir dona ham kiyimim qolmabdi. Endi nima kiyib chiqaman ko'chaga? Shu Zebolar juda zo'rda, qara o'zligi kiyim berishda, sal katta ham mayli. Zebo o'tin qolmayapti. Xos xalq kelaman. Qo'shni o'tininglar bor. Bo'ldi, shart emas, o'tiraveringlar. Mana mashina yoqib turib qolgan 3 tasini hozir olib kelaman. Ey, men Tohir dodani hassalari top belli qilsilataman deguncha qaysidir iflos o'g'irlab ketibdi, mabodo ko'rmadinglarmi? Mana bu hassani. Ko'rmading? Mabodo ko'rib qolsanglar, telefon qo'rasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, ha. Tosh. Yuvmidi o'zi? Yuvish kerak. Hamma sumalakda ikkita yoqimsiz xotin keladi-yu. O'shalar keldi. Voy, charchab qolmay deb uyimdan stul ham ko'tarib chiqdim. Charchagan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib kelgan stulda o'tirib tura qoling. Mana Sharboy akaning eshigini o'g'irlab ketishibdi. Mana buni qarang ekan. Yo'q, ko'rmadik. Mabodo ko'rsanglar, telefon qo'rasizlar, xo'p? Bo'ldi, ha. Qanaqadir zerikarli bo'lyapti. Balkim kolonka olib kelib o'ynaymiz. Yo'q. Tak rasman uyimda kalonka bor-ku. Sochini shamollar maydalar. Voy, tinchlikmikin? Tashqarida nima baqir-chaqir? Yuringlar chiqib ko'ramiz. Bolalarimiz bilan tarbiyali, aqlli-da. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Pinhona qashgan qancha, uyingdan chiqmaysan, o'zgarding ancha. Odamday gaplashaylik, qiynama buncha. Nazira, nazira, nazira. Yuragimni esman azra. İçmeymiz-mi? Jinnimiz. Birovda uyda ichmaymiz-ku. Tugabsan-ku. Mani qolishimga uyimdagilar ruxsat bermadi. Mani-ya. Voy, xibimam, men qolaman sen bilan. Sen qolishingga oyim ruxsat bermaylar, sen ketur. Onajonim, keling qo'llaringizdan bir o'ping. Yana nima iltimosing bor? O'rtoqlarim qolishsa, voyisdan so'rab bering. Mani xo'lama xos ham uxlaganda qora kesiramiz. Boshida kamalak, doshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak. Niyati yaxshi bo'lsin, qadami Sumalak pishdi, chiqlaring. Navro'z yozgan dasturxon, rizq bilan to'liq bo'lsin. Kun boshida kamalak. Ha, chaqirdingmi? Uyimizda idish olib kelmadim. Mana shuni berib turinglar. Ha, og'ir bo'pti. Bobom to'g'rat qilardi. Mayli. Uyimda idish yo'q edi, men buni oldim. Au. Idishinglarni yuvib qo'ydim. Mayli, deysiz, rahmat. O'zimni uyda qolib ketibdi, shunga savab ketaman. Bo'latsan. Следующий. Sen bola menga yoqmading. Toshli joyi senga. Obke. Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar, maktabda ko'rishguncha. Mana onajonim bir kunlik sumalak o'tdi ketdi. Hamma xursand. Nima o'zgardi? Qarang, hech narsa o'zgargani yo'q. Hamma yotdi. Top-toza. Hech narsa bo'lmadi. Uyimda o'tin qolmadi, idish qolmadi. Ahvolini qara uyga. Zato bizga ko'proq sumalak qoldi. Navruz muborak onajonim.
Sen qiz bu yoqqa kelgin. Onajonim hojipoyizoli kechiring. Bechora farzandingiz bir oy qiling, iltimos kechiring. Nima desiz qilaman? O'rtoqlaring ham, sumalaging ham boshingda qolsin.